Qadrdonlar, barchaga yaxshi kayfiyat. 2026-yilda oshxona hamda yotoqxona uchun mebellar narxiga qiziqadiganlar uchun ustakalarimizni mehnatini qadrlagan holda bitta like bosib qo'yasiz. Hozir narxlarni aytamiz. Ustakamiz bilan o'zi bilan suhbatlashamiz. Nech puldan qilib beryapti, xizmat qaydan qaygacha, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qani unda videoni boshladik. Yormen endi. Salomat bo'ling aka. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Buni nech puldan qilib beryapsiz? Bu yerga qanaqa fasollar qo'yyapsiz? Aka, bu yerga bolalar uchun shkaf qilib beryapmiz. 3 ga bo'lingan. 3 ta bolasiga har bittasiga iladigan, tahlaydigan qilib, tepalariga ham eshiklar qilib, mana shu yopilib ketadi. Razmeri 3.30 ga 2,5 metr bo'lyapti shkafimiz. Narxi nech pul shuni? Narxi. Narxini endi aka, bu tomonda qolgan mebellarimiz ham bor. Bu yerga ko'xunli mebel qilib berdik. 240 ga 210 bo'lgan. Bu 240 bo'lgan. 240. Bunga qanaqa mahsulotlardan foydalanyapsiz endi bu yerga? Oshxona mebellariga qanaqa mahsulotlardan foydalansangiz? Oldi ko'rinishi uzoq xizmat qiladi. Akril, kashtandiki, xudo xolasa 1.8, chekalari zavodskiy kromka. Stalshistalar rossiyskiy, mo'ykalari ham yaxshisidan qo'yilgan. Bularni ham qo'yib berasiz. Qo'yib beramiz, xudo xolasa. Uyda egasi olib berish kerakmi yo o'zingiz olib kelib qo'yasizmi? O'zimiz olib kelib qo'yib beramiz. Kafellarigacha o'zimiz qo'yib beramiz. Kafillarni ham o'zingizlar yopishtirasizlar. O'zimiz yopishtirib beramiz. Bular qanaqa bo'ladi bular? Nimasi qanaqa bularni? Mahsuloti bir xilmi? Bo'ladi, hamma yo'g'i bir xil. Ichi laminat bo'ladi. Eshiklari vakuumli oshiq-moshiqlar, ichkalari ham yaxshisidan. O'zi yopilib qoladi. O'zi yopilib qoladi. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yer nechtalik bu yer? 3 talikmi bu yoki 4 talikmi bular? Bu yerga duxovka tushadi. Mikrovolnovka. Gazimiz, vichkamiz qo'yiladi. Vichkani o'rni bu. Qadrdonlar, ko'rib turibsizlar. Mana bu tarafda kattalar uchun yotoqxona shkaf qilib berdik. Buni ishimiz ham ichma chala joylari bor. Ko'rib turibsizlar. Ajoyib. Buni fason nomi nima deyiladi endi? Nomi qiziq. Bu qarang, damarda eshigiga o'xshab ochilyoqlar ekan. Kupeli shkaf deymiz buni. Mana xudo xolasa relslarning ham ovozi yo'q, yaxshisidan qo'yilgan. Endi hammaga qiziq, shu mebellarni nech puldan qilib beryapsiz? Tomondan aka, qani dushga o'tib ketadigan qilingan. Betlardan ham unumli foydalanib, chiroyli qilib polkalar qo'yib berganmiz. Ustaga narxini ayting endi. Odamlarga ko'proq narxi qiziq, nech puldan qilib beryapsiz? Narxini bu shkafimizni, mana shu bola yotoqxonani, bolalar yotoqxonasi ikkovini 12 millionga qilib berdik, 6 milliondan. Ikkovini. Oshxonanikini qo'ysak-chi, oshxonaniki. Bu alohidami bu? Bu nech? Bu alohida. Buni 11 millionga qilib berdik aka. Endi barcha qiziq, buni metrgami yo kvadratga yuradi? Paganometrga. Paganometrga yuradi. Hisoblanadi. Xizmatingiz qanaqa? Xizmat qaydan qaygacha? Vodiy bo'ylab xudo xolasa chiroyli qilib beraveramiz. Andijon, Farg'ona, Qo'qonlarga ham boraverasizlarmi? Xudo xolasa. Bemalol. Ekranda raqamlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol zakaz qilib qildirishinglar mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.